Assalomu alaykum hammaga. Bugungi ko'rgazmamizning nomi Kitob bizning do'stimiz deb nomlanadi va bugungi qahramon kitobimiz Bolalikning qo'lidan tutib. Ushbu kitob 100 jilddan iborat Kitobxon bolalar loyihasi turkumida nashr etilgan. Mazkur turkumdan o'zbek bolalar adabiyotining turli yillarda yaratilgan eng sara namunalari o'rin olgan. Loyiha doirasidagi har bir asar kelajagimiz bunyodkorlari bo'lgan yoshlarni, xususan bolalar va o'smirlarni vatanparvarlik, mehnatsevarlik, ona tabiatni sevish va asrab-avaylash, do'stlik, mehr-oqibat, qadimiy va boy tariximizga hurmat, milliy qadriyatlarga ehtirom ruhida tarbiyalab, ularning har tomonlama barkamol shaxs bo'lib voyaga yetishishlariga xizmat qiladi. Loyihaning yana bir muhim jihati, undan nafaqat taniqli ustoz ijodkorlarning, balki so'nggi yillarda bolalar adabiyoti yo'nalishida faol ijod qilayotgan iste'dodli yoshlarning asarlari ham o'quvchilarga taqdim etilgan.